Bugun o'rganadigan mavzumiz mana yetimlarga yordam berish, yetimlik haqida. Birdan hammalaringiz tushundinglar, ha? Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoga yetim holatda kelganlar. Hali tug'ilmaslaridan yetim bo'lganlar-da. Buni ashaddiy yetim deydi. Yetimlikni eng ashaddiysi. Bir otani mehrini ko'rmaganlar. Otani tizzasiga o'ttirib yoki otalari meni quchoqlab erkalatib u kishini otani ko'zlariga ko'zi tushmaganda, shunaqa bir yetim. Onani qornida vaqtlarida otalari dunyodan o'tadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yana bir qaytara aytaman, hayotlari siz u biz ummatlar uchun yo'lda shu ko'rishimiz kerak. Sinovlarning eng zo'rini Alloh taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bergan. O'sha hadislarda aytganlarki, payg'ambarlarga, oddiy insonlarga beriladigan darddan, sinovdan 2 barobari beriladi deganlar. Kasal bo'lsalar ham bizani kasalimizdan ko'ra 2 barobar ziyoda kasallik bo'lar. Og'riq bo'lsa ham 2 barobar og'riq bo'lar ekan. Qarang, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shunday demak sinovlarni yashab o'tib ko'rsatib berganlar. Dunyo yaralibdiki, kimdir ota-ona mehri bilan mazza qilib ota-onani bag'rida o'sadi. Kimlardir ota-onani mehridan yiroq bo'lib, yetimlik sinov bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bu holat yetimni o'zi uchun ham, uni atrofidagi insonlar uchun ham bir katta imtihon. Imtihon. Ana shu masalani naqadar muhim ekanligi Qur'oni Karimning o'zi ko'rsatib turibdi buni. Qur'oni Karimni 20 dan ziyod o'rinda yetimlar haqida oyatlar nozil bo'lgan. Qur'oni Karimning o'zida 20 tadan ziyod joyida yetimlar haqida Alloh taolo oyat nozil qilgan. Ularni yetimlarni muruvvat qilishlikka, mehr ko'rsatishlikka, ularni hech qachon jerkimaslikka, ularga qahr qilmaslikka Alloh taolo buyurgan. Azizlar, bugun inshaalloh ana shu suhbatimizni yetimlarga yordam qilish jannat kaliti mavzusi bekorga emas. Jamiyatimizda albatta bunaqa insonlar, yosh go'daklar topiladi, yetimlar topiladi. Ularga mehr ko'rsatishlik, ularga oqibat ko'rsatishlik qanchalik savob ekanligini qurbimiz yetkincha oyat hadislar bilan inshaalloh o'rganamiz. Alloh taoloning ajib bir hikmatini ko'ringki, kimnidir o'sha to'kislik bilan, boshqasini bir nuqson bilan dunyoga sinaydi. Nuqsonlar esa jismoniy bo'lishi mumkin yoki ruhiy bo'lishligi mumkin. Aslida o'shalarni ikkisi ham jismoniy. Misol uchun oyog'i yurolmaydigan, o'zini jismida bir ojizlik bo'ladigan bo'lsa, bu ham sinov. Alloh taolo sinov. Sinov unga kelyapti, boshqalarga o'sha sinov kelgan insonni ibrat qilib ko'rsatadi. Ba'zi a'zolarida nuqson bor insonlar sog' insonlar uchun qiyomat kunida hujjat dalil bo'ladi, birodar.